Assalomu alaykum hurmatli yoshlar, assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar. Kuzatayotganingiz mikrofon sizniki podkastda. Assalomu alaykum. Bugun biz yana bir biznes olamidagi mashhur ayol tadbirkorni chaqirganmiz. Assalomu alaykum. Studiyamizda xush ko'rdik. Assalomu alaykum. Nilufar Anvarni Zahiriddin Muhammad Bobur maktablari asoschisi. Nilufar opa, studiyamizda xush ko'rdik. Nilufar opa, bugun Nilufar Anvarovni mana bilamiz, xususiy maktablarning asoschisi, bir qancha va loyihalaringiz $1 million dan oshiqqa baholangan. Bugungi Nilufar Anvarovni Toshkentdan Andijonda o'zini biznesini boshlagan va aynan ta'limga bag'ishlagan. Ta'lim yo'nalishi bo'yicha ketgan. Boshqa bizneslarni ham qilishi mumkin edi, lekin nega aynan ta'lim? Juda ko'pchilik bilan gaplashganimizda ta'limda pul yo'q deyishgan gaplarni ham eshitib qolamiz-da, ko'pincha. Nega Andijonda va nega aynan ta'lim? Chunki men o'zim lingvist, filolog, ingliz tili o'qituvchisi bo'lib, oddiy o'qituvchilikdan repetitor, kuchli repetitor, qimmat repetitor o'quv markaziga ega Toshkentda va keyin Andijon viloyat hokimligi nazariga tushgan inson sifatida meni taklif qilishdi va Andijonda 8-yil faoliyat yurgizyapman. Shuning uchun mana shu sohani ustasiman. Ya'ni boshqa sohada emas, lekin aynan 2012-yil Fransiyada bo'lganimda, Fransiyadagi ishlab chiqarishlarni, rivojlanishlarni, komfortlarni ko'rib, ishonasiz, hatto pamper zavodini ham ishlab chiqargim kelganda, hamma joyga o'zimni urib aytganmanki, yo'q, baribir ta'limdan ketishim kerak. Xususiy maktabim bo'lishi kerak va orzuyimga ushalib Andijonda xususiy maktab ochganman. Hozirda $1 million emas, agar yaxshilab hisoblansa, $4 million dan kam bo'lmagan Ma'lumotlarni yangilaymiz. Bugungi bolalarning, bugungi o'quvchilarning bir necha 10 yillar avvalgi o'quvchilardan farqi nimada? Zaif jihatlari nimada, ustun jihatlari nimada? 10-15 yil oldingi yosh avlod bilan hozirgi yosh avlodning farqi nima? Va umuman qanaqa tendensiyada yashayapmiz? Umuman intellekt qanday ishlayapti? Hozirgi olimlarni mana maqolalarni o'qiyapman. Hozirda intellekt 10-15% ga yuqori emas, aynan pastga cho'kkanligi. Faqat bolalarda emas, hatto yosh kattalarda ham. Ayniqsa mana bu ChatGPT chiqishi odamlarni o'ylashiga, fikrlashiga, tafakkur qilishiga yo'lni yopib qo'yapti. Bu bir. Endi ta'lim haqida gapirdingiz. Ta'limda juda ham katta muammolar, bu rivojlangan davlatlarda ham muammolar, ular ham o'zlaricha cho'qqilarga ketyapmiz deb ko'p yangiliklar kiritishdi, lekin afsuski ular ham inqirozga uchrayotganini bilishyapti. Xo'p, o'zimiz haqimizda gapiradigan bo'lsak, oldin men aytardimki, o'zingni bolangni tarbiyalab ol, ertaga qariganingda farzandingga qiynalasan, uning rohatini ko'rish, uni orqasidan rahmat, la'nat eshitasanmi deb ota-onalarga endi 35 yildan beri ta'limdaman der edim. Hozir ota-onalarga majlislarda sal boshqacharoq aytyapman, qo'shimcha aytaman. O'zingizni bolangizni tarbiyalash kamlik qiladi. Xo'p, bolangizni tarbiyaladingiz, ruhan, jismonan, aqlan sog'lom bo'l, qayerga olib chiqasiz? Qaysi jamiyatga, qaysi qo'shni, qaysi mahalla, qaysi hamkasblar bilan ishlaydi? Siz o'zingizni farzandingizni tarbiyalasangiz, lekin uni o'rtog'i tarbiya ko'rmagan bo'lsa, uch tomonlama, bu sizni farzandingizga ta'sir qiladi. Vaholanki hozir ota-onalar juda ko'pi moddiyatga berilib, farzandining tarbiyasiga qaramayapti. Ana shuning uchun ming tarbiyalagan bolangiz bo'lsa ham qo'rqishingiz kerak, chunki u tashqariga chiqqanda tarbiyasiz bolalarning soni oshyapti. Oldin 20 yil oldin aytilardi yoki aytar edim, yaxshi ustoz bo'lsa-chi 40 ta bolani eplaydi. Hatto 2012-yil Amerikada bo'lganimda 80 ta bola ham o'tiradi, 50 ta bola ham o'tiradi hindistonlik hamkasbim aytganda, hozirda 20 ta bola yoki 15 ta bolani ham xususiy sektorlarda, xususiy maktablarda eplasha olmayapti. Bu o'qituvchilar yomonmi? O'qituvchilarni savodi yuqori emas, saviyasi, madaniyati, darajasi yuqori emasmi? Qisman ha, lekin bunga yana omillar bor, faktorlar bor. Buni yaqinda ota-onalar majlisida ham aytdim. Qo'rqinchli ahvol, ya'ni oldin bolangga halol luqma yedirmasang buni ta'siri bo'ladi deb men ko'p aytardim. Lekin halol luqmani o'zi yetmayapti. Yetgan narsani o'zi juda ham katta salbiy fast foodlar, gazirov ichimliklar, shakar, shirinliklar juda ham bir ongini pasaytirishga sababchi bo'layotgan yeguliklar, mahsulotlar bolamizni rasvo qilyapti. Ming zo'r professor, zo'r o'qituvchi, ustoz bo'ling, lekin farzandini ota-ona rasvo narsalar bilan, mahsulotlar bilan yedirar ekan, bu bolani uyqusizlikka, agressivlikka, jahldorlikka, qiziqmaslikka, hayotga, umuman bir dangasalikka olib kelyapti bu ovqatlar.
kasallikka olib kelyapti. Bu kasalliklarni hatto doktorlar ham aniqlay olmayapti nima ekan deb. O'zlaricha qanaqadir sindrom deb aytishyapti. Xo'p, birinchisi ovqatlarni aytdimmi? Ikkinchisi ijtimoiy tarmoq. Ijtimoiy tarmoq, chunki siz ta'limdan savol berdingiz-ku. Ya'ni ijtimoiy tarmoq shunchalik ongni pasaytiryapti, mana reelslar o'ylashga ruxsat bermayapti. Ijtimoiy tarmoq bolalarni ongsizlikka olib boradigan faktor ham bo'lyapti. Bu hammasi emas, juda ham zo'r suhbatlar, podkastlar, lekin yoshlarimiz shularni eshityaptimi? Yo'q. Ijtimoiy tarmoq orqali, ovqat yeyish mahsulot orqali va tarbiyasi o'zida yo'q ota-onalar sababli chiqarilgan, agar qo'sh tirnoqda mahsulot desak shu farzandni maktabda o'qitish kerak. Ustozlar qiynalishyapti. Ularni qo'lida emas. Masalan, mana shu stakanni noto'g'ri ishlab chiqarsam, buzib, brak qilib boshdan ishlab chiqaraman, to'g'rimi? Yoki suvni, lekin bolani buzib boshdan ishlab chiqarish qiyin. U 3 ta, ya'ni luqmasiga, amaliga, mana bu sotsialniy seti va ota-onasini tarbiyasiga. Ota-onalar hozirda tendensiya, tadbirkorlik, pul topay, million, uy, mashina, sayohat, bu ayni ularni qadriyatiga kirib qolyapti va farzandlarning tarbiyasi bilan uzoqlashyapti. Shuning uchun ustozlar hozir mukammal ilmga ega bo'lsa ham bolalarni tarbiyalay olmayapti. Shuning uchun haligi savolingizga qaytaman, 10-15 yil oldingi bolalar bilan farqi bormi? Juda ham katta farqi bor. Yana 10-15 yildan keyin nima bo'ladi? Pedagog sifatida aytaman, qo'rqyapman ozgina. Bugungi kun o'qituvchisini nima charchatyapti deb o'ylaysiz, Nilufar opa? Yuklamami yoki ota-onalarning bosimimi? Endi charchatyapti desa, hammani qadriyatiga, masalan, meni charchatayotgan narsa o'qiyotgan, bilayotgan bilimim bilan ulasha olmay insonlarni jarlikka ketayotganlarni o'z ko'zim bilan his qilib ko'rib, ular noto'g'ri yo'lda yurayotganini ko'rib, ularga hey, u yoqqa noto'g'ri yo'l, mana bu yo'l deyishni aytolmaganimdan charchayapman. Kimgadir kechirasiz ovqat topolmagandan charchaydi. Kimdir qalbida umuman muhabbat yo'q, fidoyiligi yo'q, vatanni sevmaydi, pedagogika umuman uzoqda faqat pul uchun. Unaqalar ishdan charchaydi. Hamma har xil. Shuning uchun pedagoglar nimadan charchaydi desa, kechirasiz, men ishlagan davrimda bilasiz qanaqa og'ir edi. Biz o'qituvchilar juda og'ir yashaganmiz-da oldin. Hozir realda maza qilishyapti o'qituvchilar. Lekin shunda ham o'z-o'zida ishlamayapti. Unim kam, qachon $1000 bo'ladi yoki kam de noshukrlik. Shuning uchun o'qituvchilar men tarafini olmayman, o'qituvchi bo'lsam ham. Juda nafas olasiz. Sal birov odam turtib qo'ysa, darrov prezidentgacha chiqib gapirsa bo'ladigan jarayonda yashayapmiz-ku. Ozgina emas, juda ham ko'p. Faqat dangasa o'qituvchilar soni ko'p. Bugun o'qituvchilarimizni qadri pasaygandik. Bunga sizni munosabatingiz? Ha. O'quvchilar tomonidan ham, ota-onalar tomonidan ham ularga noto'g'ri munosabatlar bo'layotgan. Lekin biz qattiqqo'lroq paytda ulg'ayganmiz, lekin orqamizdan ota-onamiz yugurib kelmagan. Ya'ni erkaklarni, farzandlarni yoki ko'proq onalarni tarbiyasiga tashlab qo'yildi. Onalar hozir aqlga, jismga bog'lanib qolib, qalbdan uzoqlashdi. Onalar, ayollar, shuning uchun hamma joyda aytayman, ayollarni o'qitish kerak desam, tushunishmayapti-da. Chunki ayollarni qo'lida juda ham ko'p narsa. Ya'ni erkaklarni baxti ham, erkaklarni turmush tarzi ham, ularni rivojlanishi, hatto ko'p pul topishi ham ayollarga bog'liq. Demak, birinchi o'rinda ota-onalarni o'zini tarbiyasi, saviyasi, madaniyati, qadriyati. Ya'ni ular nimani qadrlaydi va o'zi darajasi qanchalik. Darajasi yuqori bo'lmagan ustoz shogirdini hech qachon yuqori darajaga chiqara olmaydi. Ota-ona agar yuqori darajada bo'lmasa, farzandi hech qachon undan oshib o'ta olmaydi-da. Agar faqat ovqat bo'lsa, faqat tilla bo'lsa, faqat moddiyat bo'lsa, ota-onani, demak farzand ham uni ketidan ketadi. Bu bitta kichikgina sabab. Agar psixologik jihatdan aytadigan bo'lsam, davlat aqlga va tanaga e'tibor berish kerak. Yosh avlodni, o'zini farzandini, o'zini fuqarolarini. Ya'ni nima yeyotgani bilan, supermarketda nima sotayotgan, supermarketlarni bilmayman, balki 70, balki 80% men deyarli supermarketda juda ham bozorlik kam qilaman-da. Oladigan narsamni o'zi kam. Demak, bozordan qilasiz. Ha, endi bozordan ham supermarketdan ham kam narsa qilmay, meni yeydigan narsam o'zi kam. Chunki juda ko'p narsa rasvo-da, Abrorbek. Uzr, mimor uzr. Onalar hatto bolasini og'ziga nima kirayotgani bilan ham ishi yo'q. Bu kichkina sabablar. Hozir yuqoriga chiqmoqchiman. Davlat o'zini fuqarolarini, farzandlarini e'tibor berish kerak. Aqlan nimani o'qiyapti, nimani o'rganyapti, kimni eshityapti. Hozir show biznesdagilarni ko'ryapsiz, qanchalik bizning yoshlarimizni bulg'ab tashlayapti-da. Ta'sir doirasi ko'p. Ha.
kechirasi kolgotka kiyib yoki shortsi kiyib bizani millatimizga, madaniyatimizga noto'g'ri bir harakatlar bo'lyapti. Buni hammasini davlat o'zi nazoratiga olishi kerak. Xo'p, keyingisi din peshvozlari. Demak, din peshvozlari qalbga nisbatan ahamiyat berish kerak. Ba'zi din peshvozlarini ham kuzatyapman, bo'lmag'ur bir shou bizneslar bilan aralashib boshqa ishlar bilan shug'ullanyapti. Ya'ni prosmotrga yo'q, beriladi. yo'q, men aytmoqchi bo'lgan narsa, din peshvozlari xulq, axloqga, tarbiyaga, ma'naviyatga, muruvvatga ahamiyat bersa, davlat aql bilan jismga e'tibor bersa, ana undan keyin biz nimagadir erishamiz. Biz 26 yil ichida ustozlarni yo'qotib bo'ldik. Oxlashga ham, kraskalashga ham, men o'zim ustoz supurib yurgan vaqtlarim bo'ldi. Oxlab yurgan vaqtlarim. Qanday qilib ustozni prezidentimiz Shavkat Miromonovich nima deyaptilar? Nufuzini ko'tar, nufuzini ko'tar. Yana oxirgi so'zlarida prezidentni juda ham larzaga keldim. Menga tarbiyalab berlaring bolalarimni deyaptilar va qolganini o'zim qilaman deyaptilar. Chunki biz muhtojligimiz prezidentgacha yetib borgani axloqdan uzoqligimiz shuni bilinib turibdi. Ana shuning uchun biz qiynalaveramiz, qidirib yuribmiz. $1000 qilaymi oyligini o'qituvchidan keyin yaxshi bo'ladimi? $2000 qilsa ham yaxshi bo'lmaydi. Chunki ustozlarda vatanparvarlik, patriotizm bo'lishi kerak, xalqni sevish kerak. Yana bittasi yaratgan uchun nima uchun bu bandasini, xalqning bolasini o'qitayotganini bilish kerak-da. Mavlono Jaloliddin Rumiyni otalarini ko'rib, podsho otda kelayotganda ishonasizmi, tushib Jaloliddin Rumiyni otalarini o'tkazgan ekan. Ko'ryapsiz nima degani bu? Ya'ni o'sha 1000 yil orqaga qaytaylik. Abu Ali ibn Sino, Imom G'azoliy Naqshbandiylar tug'ilgan vaqtlarda, yashagan vaqtlarida podsholar baribir juda ham ilm egalariga kuchli e'tibor berishgan. Hatto Chingizxon ham bostirib kelganda hammani qirib emas, birinchi o'rinda olimlarni saralab yoniga olgan ekan. O'sha mana Buxoroniki, nima qaysi hududni bosib olsa, olimlarni chaqirib olgan ekan. Ma'rifat egalarini, olimlarni agar bizni rahbarlarimiz yanada cho'qqiga chiqarib e'tibor bersa, demak bu yerda xalq ham mana shu taraflama o'rnak oladi-da. Nilufar opa, sizningcha mana hozir berayotgan javoblaringizdan kelib chiqib bitta savol bermoqchiman. Sizningcha bugungi jamiyatga qanday ta'lim jarayoni kerak? Biznesda ham xato qilishyapti-da ko'p tadbirkorlar. Qayerga borsa kimnidir nimasidir ko'chirishga harakat qiladi, o'ziga olib keladi, o'xshamaydi. Ha. Masalan, mana siz sochingizni olsam, xuddi shunaqa soch qilsam menga yarashmaydi. Ya'ni o'ylashadiki, men sizga o'xshagan chiroyli bo'la olaman, shunaqa sochimni qilsam yoki bo'yansam yoki kiyim kiysam. Bitta kiyimni 10 kishiga kiydirsa 10 xil turadi. Ya'ni qanday ta'lim jarayoni kerak degani, biznesda hammani demak ko'rib, ideyasini olib, ideyani, ya'ni fikrni o'g'irlab olib, lekin o'zimizni qadriyatimizga mos nimadir chiqarishimiz kerak biznesda ham. Gapingizni anonga esimga tushdi. Bir yil hamma tarvuz ekdi-ku. O'xshamay qoldi-ku. Tarvuzlar juda arzon pul bo'lib ketdi. Ta'lim tizimida ham Finlandiyani olib kelaylik deydi, Singapurni olib kelaylik deydi, yoki palonchini, Yaponiyani olib kiraylik deydi-da. Yo'q. Ularni ideyasini o'g'irlab, o'zimiznikiga moslab, bizni qadriyatimiz, dinimiz, madaniyatimizni, odob, axloqlarimizni hammasini birgalikda qilib bitta ta'lim tizimi yaratishimiz kerak. Abrorbek, siz savolingizga. Bu ta'lim tizimi qanaqa bo'lishi kerak desangiz, birinchi o'rinda axloq, odob birinchi o'rinda bo'lishi kerak. Meni orzuyim shaxsan 1-sinfdan 11-sinfgacha bo'lgan o'quvchilarga mana shu psixologiya deydimi, axloq deydimi, odob deydimi, masalan, muruvvat, ma'naviyat deydimi, hammasini jamlab bir kitob yaratish. Agar shu bo'yicha ketmasa, faqat geografiya, tarix, fizikani o'rgatsak, biz uzoqqa bora olmaymiz. Fizikani zo'r o'rgatishimiz mumkin, ertaga atom bombasiga hissa qo'shadigan bir olimlarni jamiyatga berib qo'yishimiz mumkin-da. Shuning uchun qanday ta'lim tizimi kerak esa, birinchi o'rinda axloq, odob, tarbiya birinchi o'rinda bo'ladigan ta'lim tizimi bo'lishi kerak. Yaponlar qilishyapti 1-sinfdan 5-sinfgacha. Lekin ularda ma'no yo'q, ma'naviyat yo'q. Ularda Alloh yo'q, ularda yaratganga ishonch yo'q. Ular o'zicha odobli bo'lishyapti. Lekin nimaga odobli bo'lish degan ma'noni men ko'rmayman-da. Bu juda ham chuqur mavzu. Nilufar opa, har bir bola dahodir yoki bolani yomoni bo'lmaydi degan tushunchalar bor. O'zimni kuzatuvlarim natijasida aytaman, boshlang'ich sinfda yoki 16 yoshgacha yonib turgan bolalar ham keyin so'nib qolyapti.
ya'ni maktablar yaratuvchanlikni, boladagi bor narsani o'ldiradi. Bu tizimimizdagi qoliplar sababmi, Nilufar opa? Bu faqat bizda emas, butun dunyo bo'yicha. Keling ikkinchisini aytaman. Ikkinchisi, Einstein zo'r narsa aytgan. Agarda baliqni daraxtga chiqadi deb o'ylasangiz, baliq oxirigacha o'zini dangasa deb o'tadi. Baliq shunchalik dangasa ekanman deydi. Chunki baliq hech qachon daraxtga chiqmaydi, u suzadi. Agar o'qituvchilar, ustozlar, ota-onalar farzandini baliqmi yoki burgutmi yoki laylakmi, kim dengizda suzadimi, uchadimi yoki ilonligini bilsa, nimaga qodirligini bilsa, qobiliyatini bilsa, ana shunda bolani nima deydi, haqiqatda bir buyuk shaxs qilib yetishtirish mumkin. Lekin bizda ota-onalar agar bitta yaxshi futbolist chiqsa, hamma futbolist qilgisi keladi. Shaxmat bo'lsa, shaxmatist bo'lsa, shaxmatist. Agar biron bir tadbirkor Bokschiga uy berilsa, bokschi qilmoqchi bo'ladi. yoki biron bir tadbirkorni millionlarini hisoblasa, demak, bolam tadbirkor bo'lishi kerak deyishadi. Demak, o'sha Einsteinning gapi. Uchinchisi, men Krasnodarda Shetina maktabida bo'lganimda chiroyli bir gap bo'lganda, hamma bolalar aqllimi deb bir ahmoqona savol berdim-da. Menga qarab aytadiki, kechirsan, hamma bola aqlli, aqlsiz bola ham bo'ladimi? Hatto Alloh o'zi kechirsin, jinnixonadagi bola ham aqlli. Unga ham ong berilgan o'ziga yarasha. O'ziga yarasha. Ya'ni hayvonda ham aql bor. Hayvoniy aql, to'g'rimi? Shuning uchun aqlsiz bolani o'zi yo'q. Faqat bu aqlni sindiradigan ota-ona va ustoz. Mana siz boya sanab o'tdingiz, uchta mashhur davlat bo'lsa, ta'lim jihatidan Yaponiya, Singapur, Finlandiyani aytib o'tdik. Mana shu davlatlardan aytdingiz-ku, qaysidir jihatlarni olishimiz kerak, o'zimizga uyg'unlashtirishimiz kerak deb aytib o'tyapsiz. Qaysi jihatlarni olsak bo'ladi va qaysi jihatlarni olmasligimiz kerak? Yaxshi, bu podkastda bittadan olarmiz balki. Bu podkastda menga og'ir hammasini bittalab tushuntirish, lekin kichkina bir misol keltiraman. Finlandiyani fin modelini olib kiramiz yoki olib kirdik deyishganda, men ozgina kulib qo'ygandim. Qaysi ma'noda kulib qo'ydingiz? Fin modelini olib kirsak, Finlandiyani ota-onasi ham olib kirish kerak-da. Tushunyapsizmi? Chunki ularda uyga vazifa yo'q deb jar solishyapti-da, bizada ham uyga vazifa qilishdirishmayapti. Finlandiyalik ota-ona muzeyga olib boradi qo'lini ushlashib bolasini. Kitob o'qib beradi kechasi uxlashdan yon. Bizni ota-ona nima qiladi? Bolasi Wi-Fi'da o'tirsa ham ahamiyat bermaydi. Masalan, shuning uchun bir tomonlama mana bu Jaloliddin Rumiyni nimasi borki, gaplari, ya'ni fil kepti desa, hamma yugurib fil ko'ray desa, shom bo'lib qolgan, qorong'i bo'lib qolgan, hech kim ko'rmaydi. Keyin kirsa fil turibdi, lekin filni qanaqaligini bilishmaydi. Dumini ushlaydi, qulog'ini ushlaydi, nima deydi, qornini ushlaydi, fil shunaqa ekan deb o'ylashadi. Finlandiyani modelini olib kiramiz yoki Singapurni olib kiramiz deganda, shu bir tomonlama olib kirib emas, oldin ularda bu qanday ishlayapti, qanday shunga yetishyapti va nimaga natija beryapti, nima natija olyapti degan narsani qilish kerak-da. Shuning uchun men o'ylaymanki, bizning ta'lim tizimimizda alohida o'zimizniki hamma joydan nimadir olib, o'zimizga modaga chiqayotganlar ham qanday bo'ladi? Shuni ko'chirib olmaysiz-ku, yoqasini olasiz, uzunligini olasiz, rangini olasiz. Shunga o'xshab ta'lim tizimida ham shunaqa qilish kerak. Har bir joyini keraklisini olib, o'zida shakllantirish kerak. Lekin shakllantirish uchun kuchli intellekt egalari kam. Nilufar opa, qarang, yaxshi o'qituvchi dunyoni o'zgartiradimi yo dunyoga moslashadimi? Bitta yaxshi o'qituvchi demaymiz, yaxshi lider deymiz. Lider bu hukumat egasi, lider bu tadbirkor, lider bu o'qituvchi. Keling, Mahatma Gandini misolida aytib beraman. Mahatma Gandi bitta o'zi shunaqangi kuchli lider, ya'ni qalb egasi bo'lgan, u aql egasi emas, tana egasi emas. Necha marta qamoqxonada o'tirganda ham Tolstoyni o'qib, Lev Nikolayevich Tolstoy. Aeroportga ketayotganda bir Tolstoyni gapi mana shuni aytsam, juda zo'r to'g'riladi bitta ayol. Tolstoy emas, Lev Nikolayevich Tolstoy deganlar. O'shanga eslab Lev Nikolayevich Tolstoyni kitobini o'qib, men tafakkurimni o'zgartirdim deganlar. Ya'ni siz savolingizga qaytamiz, ya'ni birgina inson o'zgartira oladimi ustoz? Yana bilasizmi, qanaqangi o'zgartiradi Abrorbek? Siz tasavvur qilmayapsiz. Mahatma Gandi o'zi Hindistonni mustamlakadan qutqarishga, ingliz mustamlakasidan qutqarishga qanday qonsiz deyarli. To'g'rimi? Ya'ni butun xalqni, unda ijtimoiy tarmoq bo'lmagan, mikrofonlar bo'lmagan, televideniya unaqangi bo'lmagan, butun bir Hindistonni orqasidan yurgazishtira olgan. Hatto Mahatma Gandi aytadiki, juda kuchli ta'limotlarda ham aytishadiki,
birgina inson shaharda agar siz Abrorbek kuchli lider bo'lsangiz, birgina lider butun bir shaharingizni o'zgartira olarkansiz. Nima bilan? Faqat aqlingiz bilan emas, energiyangiz bilan, energetikangiz bilan. Buni ozgina kulib qo'yishadi, chunki o'zi energetika yoki energiya nima deganini tushunish kerak-da xalq. Shuning uchun birgina podshoh, birgina lider, birgina ustoz o'zgartira oladi. Ayrim yoshlar deymizmi, mana bizni teleekran qarshisida ko'rayotganlar deymiz, o'zini hayot yo'lini topolmayotgan odamlar ham borda. Ularga eng to'g'ri maslahat nima deb o'ylaysiz? Agar psixologlarni va biznes trenerlarni aytayotgan bo'lsak, men ularga tosh otmayman, lekin ba'zi vaqt ijtimoiy tarmoqda eshitaman, ba'zi fikrlarga qarshiman, lekin asosiysi gapirishyapti, gapiryapmiz, mayli. Keyin filtrlanadi asta-sekin. Yaxshi, yomon emas. O'tirib sadaqa so'rab ish qilmagandan ko'ra biri to'g'ri, biri noto'g'ri fikrlarni aytgani ma'qulroqdir balki deyman. Lekin mendan maslahat deydigan bo'lsangiz, kelinim, kuyovim, qizim, o'g'limni turmushga berganman. 3 ta navaram bor. 35 yil ta'limda, 25 yildan beri psixologiyani o'rganayotgan inson. 51 yoshga kirib, ko'p o'ziga yarasha xatolar qilib, muammolarga duch kelib, yiqilib turgan inson maslahat berishim joizmikin? Lekin shunga ishonib o'zimni ilmimga suyangan holda necha yuztalab, mingtalab kitob o'qiganim, inglizlarni, ruslarni, o'zimizni islom diniga to'g'ri kelgan kitoblarni o'qib, juda kuchli ustozlarni maslahatlarini olgan holda aytaman. Yoshlarni hozir har joyga o'zini urayotgani xuddi bilasizmi nimaga o'xshaydi? Doktorga kelib oladida, "Men palon joyim kasal" deydi. Bo'ldi, yoting, kapelnitsa tiqadi, operatsiya qiladi, dori ichadi, bo'ldi, turib ketishaveradi. Ya'ni tafakkur qilmaydi, nimaga kasal bo'ldim, qayerdan kasallik keldi menga, sababini o'rganmaydi. Yoki psixologga boradida, erim undoq, qaynonam bundoq deb gapiradi, o'ylaydiki, psixolog uni hozir abrakadabra qilib eri bilan yarashtirib qo'yadi yoki erini pulini ko'p qilib qo'yadi. Yoki butun bir dardini, kasalligini, qalbni kasalligini, aqlni kasal, jismi kasalligini yo doktorga, yo psixologga borishadi. O'zi ishlashga xohlamaydi. Yanada chiroyli tushuntirsam, ozish uchun sport bilan shug'ullanib, kam ovqat yeyishni o'ylamaydi-da, og'ziga nima kirishni o'ylamaydi. Yotsam massaj qilib qo'ysa-da, yoki bitta tabletka ichsam ozib qolsam, ya'ni dangasalikda. Mana shunday ahvol, ya'ni o'ylashadiki, 1 million seminarga pul to'lasam, men ham ana unga o'xshab 8 ta maktab ochaman yoki mashinam bo'ladi, hovlim bo'ladi, Amerikaga boraman, bla bla bla. Ya'ni hozirgi yoshlarga yana noto'g'ri talqin etayotgan narsa, o'zingni sevgan kasbingni top. O'zi necha yil yashaysan? O'zi 20 yoshgacha o'zi o'qishni bitirsang, 25 yoshgacha. 40-45 yoshgacha ishlasang, keyin o'zi kechirasiz, ochki taqib hassa ushlash boshlanadi. Emotsiyalardan, butun his-tuyg'ulardan bo'lgan kasalliklar chiqadi. Otilgan toshlarni teradigan vaqti bo'ladi. Yoshlarga aytmoqchi bo'lgan narsam, ya'ni sen nima 100 yil yashaysanmi, 1000 yil yashaysanmi, sen sevgan kasbingni qidirib yurasan. Qayerdan qidirib yurasan? Sen uni sevishing kerak, qilayotgan narsangni. Masalan, sevgan kasbing nima? Qishloqdagi odamdan so'rayinchi, u kosmonavtni seva olaydimi? O'zi 4-5 ta kasb bor qishloqda. Yoki viloyatda, kelin Toshkent shahrida deylik. O'zi 10-15 ta kasb bo'lsa, qo'pol etsa, u qayerdan qidiradi? Rivojlangan davlatda kasblar yanada ko'payadi. Masalan, bizada aniq fanlarga, tabiiy fanlarga, injiniring, mana bu biologiya, umuman juda ham ko'p tarmoqlar sustda. Uni sevish uchun bilish kerak-ku. Noto'g'ri talqin qilishyapti, sevgan kasbingni qidirib yurib, 40 ga kirib qolgan bilishmayapti. Men sal boshqacha narsa aytaman. Birinchi o'rinda harakat qiladi, 100% sababini qiladi, keyin topgan bir kasbini o'shanga muhabbat beradi. Ya'ni o'sha kasbni sevadi, sevgan kasbni qidiradi emas, sevadi. Lekin bitta tomoni bor. Shu kasbni qilishi nima uchunligini bilish kerak. Mana shu yerda yoshlarimiz adashyapti. Agar ota-onamni hajga faqat jo'nataman yoki sinfdoshlarimni ko'rsatib qo'yaman, hali boy millioner bo'lib ketaman yoki shuhratparastlik, mansabparastlik yoki moddiyat, pul bo'lsin, nafsga qul bo'lsin yoki kibr bo'lsin, bu bola sevgan kasbni topsa ham yoshlar uzoqqa bora olmaydi. Ya'ni sizni savolingizga, chunki ko'rsatib qo'ygandan keyin to'xtab qoladi. Sizni savolingizga javob, hozirgi yoshlar nima qilsin? Avvalambor haqni tanish kerak. Yaratgan tanish kerak. Allohni tanish kerak.
agar yaratganni tanisangiz, haqni tanisangiz, qayerga ketayotganingizni bilasizda va nima uchun qilayotganingizni bilasiz. Demak, sartarosh bo'lasizmi yoki biznesmen bo'lasizmi, tadbirkor yoki oddiy bir supuruvchi bo'lasizmi, nima uchun ishni qilayotganingizni agar bilsangiz, bari sevasizda. Chunki siz haqiqiy inson, tadbirkor bo'lsin, qanaqa bo'lmasa kichik katta pul topsin, u inson insonlarga manfaat olib keluvchi, hayotini baxt olib keluvchi, yaxshilik qiluvchi bo'lsa, unda osonroq bo'ladi. Lekin hozir egoizm, xudbinlik oshib ketyapti yoshlarda. Manga va moliyaviy savodxonlikni ham o'qimayapti, hech qanaqa tomonlama ustida ishlamayapti-da. O'sha uchun bankrot, xatolar, muomalaga Promax bo'lib berish ketsa borib olib kelyapti. Yaqinda bir ustozdan juda chiroyli narsa eshitdim. Men aytdimki, Tolmos aka, men o'zi to'g'ri qilyapmanmi? 25 yildan beri psixologiyani o'rganyapman. Lekin haligacha savolga to'laman. Men o'zim psixolog deya olmayman. Men o'qigan sari savolim bor. O'qigan, yashagan sari savolga to'la qalbim. Menga shuncha SMS-lar, audio xabarlar konsultatsiyasiga yozilay. Bu haqmikin men umuman berishim, haq olishim to'g'rimikan? Desam juda chiroyli narsa aytdilar. Agar Alloh uchun, yaratgan uchun, haq uchun qilinayotgan bo'lsa, hatto sadaqa so'rash ham mumkin ekan. Tasavvur qilyapsizmi? Buni ichida ma'no yotibdi. Buni rosa ham yaxshi tafakkur qilish kerak-da. Shuning uchun yoshlarimizga o'zi nima uchun yashayotganligini yaxshilab anglab olish kerak degan maslahat berardim. Boshini har yoqqa urmasdan 20 so'm topsin, 2 million topsin, 2 milliard topsin, lekin nima uchun topishini bilish kerak-da. Masalan, men shu narsaga yetganman-da, maktabim, men hozir Perivaldan qarang qanaqa. Har hafta Toshkentga uyimizga kelamiz. Hamma aytadi, 8-yil charchamayapsizmi? Yo'q, men maza qilaman. Endi xususiy samolyot olsangiz, shundan uchun baribir. Pedagogikadan biznes olamiga qadam qo'yishingiz nimadan boshlandi? Mana o'sha qiyinchiliklar bo'libdi, balki shu ustozlarning qiyinchiliklari sizga motivatsiya bo'lgandir. Umuman aytganda, o'zi nimaga meni shunaqa xususiy maktabim bor? Nimaga shuncha energiyani qayerdan olasiz, talpinasiz, harakat qilasiz deb ozgina yanada ochsam savolingizni, juda boy bo'lishni xohlayman. Juda ko'p pul bo'lishni xohlayman. Lekin bu pullarim, ya'ni Galitskiy zo'r aytadi-ku, tadbirkorning hamma topgan puli xalqniki. Ya'ni menga berilgan aql, menga berilgan qalb, menga berilgan jism, mana shu tanamdan foydalangan holda men 2 so'm topa olaman, ko'ryapman, bilyapman, 2 million ham topa olaman. Nimaga jim o'tirishim kerak? Ya'ni meni orzu maqsadlarim bor. Hozir pulli maktabim bo'lsa, bepul maktab yaratmoqchiman. Juda ham katta kutubxona maqsad qo'yganman. 1-sinfdan 11-sinfgacha bo'lgan maktab o'quvchilariga tarbiya bo'yicha kitob bu uchun hammasi pul yotibdi. Bir 8 ta olimni bitta xonaga qo'yib, bir yil shu kitobni yaratamiz desam, bu pul kerak. Shu uchun boy bo'lmoqchiman-da, qo'pol aytganda. Juda ham ko'p talabalar, juda ham ko'p geniy bolalar, juda ham qobiliyatli bolalar o'qimay qolyapti. Rosa ham xohlardim ularga yordam berishni va O'zbekistonga, millatimizga juda ham ko'p kitobni tarjima qilmoqchiman. Masalan, Ibn Sinoni Mantiq kitobini tarjimasini topa olmaganman-da. Qani pulim ko'p bo'lsa, shu kitoblarni tarjima qilib yoshlarga taqdim etsam. Shuning uchun mendagi energiya, mana 8 yildan beri Perivalda har hafta qatnashishingiz, shuncha ertadan kechgacha ishlashingiz nima sizga energiya qayerdan olasiz desa, demak berish qonuniga bo'ysunaman. Ya'ni berishim kerak. Agar faqat olishim kerak degan tadbirkor bo'lsin, inson bo'lsin, farqi yo'q. Faqat manfaat agar birinchi o'rinda o'ziniki bo'lsa, uni energiyasi kam bo'ladi odam. Shuning uchun men kuchini olaman, qarorlarni qilaman. Mana shu ertaga javobimni berish uchun. Oxirat bor, qiyomat bor, baribir, to'g'rimi? Ya'ni javob bor-da. Nima qildi inson deganda javoblarim sal yaxshiroq bo'lsin. Xalqqa, millatga foydam tegishi kerak. Mana Nilufar opa, siz ham jamoani boshqarasiz, o'qituvchilarni tanlab olasiz. Ular ham bevosita sizning nima desam, xodimlaringiz, jamoangiz. Jamoangizni tanlab olishda nimalarga ahamiyat berasiz va sizning jamoangiz nima talablarga javob berishi kerak? Xarakter.
Qaysi ma'noda xarakter? Birinchi o'rinda olijanoblik, insonparvarlik. Shuning uchun birinchi o'rinda man IELTS 9 olganmi yoki Garvard o'qigan menga qiziq emas. Men o'zim tarbiyalab olyapman, ilmi bo'yicha pul tikib, oyoqqa turg'izib yordam beraman. Asosiysi insonparvarlik, asosiysi xarakter, kechirimlik, insonlarni sevishi, yumshoq ko'ngillik, ya'ni tez qaror qila oladigan, muammolarni hal qila oladigan liderlar kerak. Ishchilarni birinchi o'rinda xarakterga qarayman. Qalbidagi kechirmalar, savollarim 10 ta bo'lsa, undan 2-3tasi ключевой savollar bo'ladi, bilmaydi xodim o'zi. Ya'ni menga kerakli savollar beraman. Albatta sinovga qo'yaman uni, baribir ham. Ikkinchisi keyin qayerni bitirgan, nimalarga erishgan va albatta oddiy faqat diplomini ko'rsatib, mana shu yerda bitirgan bo'lsa kamlik qiladi menga. Ya'ni 2-3ta достижение deydi, ya'ni erishgan yutuqlaring nima deyman. Vaqt kelsa 27 yoshga kirgan erkak kishi kelyapti, men hech narsaga erishmaganman. San hech narsaga erishmasang, meni bolalarimni qanday qilib lider qilib chiqarasan deyman. Menga erishgan kerak. Ya'ni qiyinchiliklar bo'ldi, lekin mana shu narsalarni qildim. Hatto IELTS dan 8 olgan qizimiz hali tajribasiz o'qituvchilikda, lekin 8 olgan. Oldim. Nega deng? Chunki bu qiz 8 olguncha qancha mehnat qilgan, dangasalikni yutgan. Qolganini men o'zim yordam berib oyoqqa turg'izib olaman. Shuning uchun men uchun xarakter birinchi o'rinda. Xodimlarni boshqarishdagi xatolar nima deb o'ylaysiz? Chunki teletomoshabinlar uchun ham qiziqda, rahbar xodimlar ham bizni ko'rishyapti. Qanday xatolarga yo'l qo'yishyapti? Hamma rahbarlarga, xodimlarga, ota-onalarga mana shu kichik bir maslahat hammaga kerak bo'ladi. Hatto siz ona sifatida, siz ota sifatida ham demoqchiman. Bir 700 ga yaqin millionerlarni so'rov o'qiganda amerikalik yozuvchi kitobida juda ham zo'r narsa yozgan. Bularda intellekt emas ekan. Hech qanaqa omad, intellekt yoki bir образование biron joydan bitirgan ma'lumot emas ekan millioner bo'lishiga yetishishiga-da. Ya'ni 700 ta millionerni yaxshilab so'rov o'qiganda birinchi o'rinda xarakter bo'lgan ekan. Ya'ni insoniylik, insonlarga berish, oliy maqsadlar, insonparvarlik, ezgulik, hasad kam, ziqnalik kam, nafratlanish kam, ya'ni xarakter bo'lgan ekan. Bu bittasi. Ikkinchisi, ya'ni xarakterni rivojlantirish kerak. Agar rahbar bo'lsangiz ham, ota bo'lsangiz ham, ona bo'lsangiz ham, farzandingizda xarakterga ahamiyat berish kerak. Sergey Nikolaevich Lazarovdan 7-sinf qizi so'ragan. Birinchi o'rinda baholarmi yoki xaraktermi desa, qizim birinchi o'rinda xarakter degan. Ikkinchisi, rahbarlarga, mana mendan ko'p so'rashadi xodimlar haqida ham. Bir kuchli milliarder odam aytganki, mana shunday mavqega yetish uchun qanday xodimlaring bilan ishlashda, konkurentlaring bilan ishlashda qanday oyoqqa turding desa, ikkitagina narsa. Ya'ni qilichday o'tkir bo'lishing kerak va kabutarday yumshoq bo'lishing kerak. Siz ota sifatida ham, ona sifatida ham, rahbar sifatida ham, umuman kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, qo'l ostingizda 2 nafar farzandingiz bo'lsa ham, 60 nafar xodimingiz bo'lsa ham, qilichday o'tkir bo'lmasangiz va kabutarday yumshoq bo'lmasangiz, ikkala dialektikani bir xil olib keta olmasangiz, uzoqqa borishingiz qiyin. Va turkiyalik Ahmedxo'jam juda ham chiroyli narsa aytgandilar: qo'rquv va umid. Xodimlaringizda faqat qo'rquv bo'lsa ham uzoqqa bora olmaysiz. Faqat umid bersangiz ham uzoqqa bora olmaysiz. Knuti pryaniki deydi-ya. Bir xillarda gap bo'ladi-ku, Nilufar opa pulni beryapman, oyligini to'layapman deydi-ku, faqat oylik ham menimcha ushlab qola olmasa kerak. Oylik faqat deylik, masalan 20 million bering, 30 million bering, lekin unga bir qadriyat bermasangiz, uni qadr bo'lmasa ketib qoladi. Birinchi 2 oylikda, 3 oylikda yoki 1 yillikda oylik bilan ushlab qolishingiz mumkin. Lekin 1 oylikda, 2 oylik va 1 yillikda. Endi 5 oylikda bu odamga bog'liqda. Xodimga, sharoitingizga omillar ko'p-da baribir ham. Faqat oylikni o'zi kamlik qiladi-da. Yana ko'p omillar bor, lekin baribir Abrorbek, men bitta narsa aytaman. Qayerdan kelding, sen nimaga yashayapsan va qayerga ketasan degan 3 ta savolga javobni xodimingiz yaxshi bilsa, tex personal bo'lsin yoki o'qituvchi bo'lsin, zamdirektor bo'lsin, farqi yo'q-da. Ya'ni kim uchun ishlayotganing, kim uchun pul topayotganing, farzandni nima uchun voyaga yetkazishing. Agar mana shu savollarga javob bo'lsa, har qanday xodim ishlaydi yaxshi. Va ishoning, har qanday rahbar, men o'zim ham, ya'ni kitob yozmadim hali, lekin juda ham ko'p nima deydi,
kuzatuvlar qilaman. Juda ham ko'p rahbarlarni xodimlari energetikasi bir-biriga mos. Ishonasizmi? Yolg'onchi, nima deydi, faqat pulni ko'rayotgan, faqat mansabparast, qadriyatlarga ega bo'lmagan, moddiyatga berilgan, mana shu bir qalbi nopok bo'lgan insonlarni atrofida ham shunaqa odamlar yuradi, kulgim keladida. Ishonasizmi? Shuning uchun har qanday rahbar oldin o'zidan o'zgarish kerak. Ha, men maqtanmayman, lekin bunday qarasam, ba'zi vaqtda aytaman, butun bir xodimlarim 80 nafari o'zimga o'xshagan, kulgim keladi. Yoki chiqib ketayotganlar ham bundoq qaraymanda. Muhammad Ali Shonqulovga bir kun aytdim-da, Muhammad Ali qarang, sahnaga chiqib rosa gapiryapmiz, mana shu xodimlar haqida. Men juda ham katta pul to'ladim, chet ellarga jo'natdim, hamma aytganini qildim. Nimaga bu xodimim ketdi deb ba'zi vaqtda o'zim topa olmayman savol desam, ya'ni Alloh faqatgina xodim emas, rahbarni ham o'ylagan holda olib chiqib ketar ekan, ketkazar ekan sizdan, chunki sizni qadriyatingizga mos bo'lmagan insonni. Shuning uchun avvalambor rahbarlar o'zini tarbiyalash kerak, o'zi kuchli bo'lish kerak. Bugungi kunda sizni o'sha Zahiriddin Muhammad Bobur akademiyada faoliyat yuritayotgan o'qituvchilar qanchalik maosh oladi agar sir bo'lmasa? Agar sir bo'lmasa $1000 deyapmiz-ku. O'zi birovdan oyligini so'rab bo'lmaydi deyishadi. Yaxshi. Biz xodimlarning oyligini so'raymiz, rahbar sifatida. Top menejerlarim bor, kushovoylarim 15 million oladi. 15 million demak, maktabni o'quvchisining soniga oshib, har 10 talikda yana 1 milliondan oshadi. Lekin 15 million hatto o'qituvchilarim ham bor, 12 million, 13 million. Demak, savol bersak, eng kam nech pul oladi o'qituvchi? 7 million. Andijon viloyatida bu juda ham yaxshi narx. Yaxshi raqamlar demoqchiman. O'zingiz rahbar sifatida qancha oylik olasiz? Abrorbek. Unaqa so'ralmaydi. Unaqa so'ralmaydi. Yo, o'zi oylik olasizmi o'zingiz biznesingizdan? O'zingizga chiqasizmi? Oyligim kam. Chunki ko'pchilikka qiziq-da. Yaxshi, boshqacha aytaman. 3 million oylikda, lekin dividendlarim yaxshigina har oyda emas, har haftada. Zo'r. Chunki men arziyman deb o'ylayman. Ishlayapman, so'rayapman, xohlayapman shuning uchun. Lekin bu pullar meniki emas, ba'zi vaqtda kulgili narsa. Avvalambor xuddi shunaqa qimirlasa, hammaga ham shu pul berilmaydi, to'g'rimi? Ya'ni birinchi o'rinda rizq sizni kilogrammlarda belgilangan rizq. Ikkinchisi xalqniki bu haqiqatan, Galitskiy aytgandek, xalqni siz berishingiz qanchalik yaxshi bo'lsa, shuncha sizga beriladi. Haqiqat sekretarga o'xshaganmiz-da, kassirga o'xshaganmiz bu dunyoda. Uchinchisi biz harakatimiz, sababimiz. Shuning uchun juda ham katta ayta olmayman, bu pul meniki edi. Hozir oramizda shunday yoshlar ba'zida kattalarning orasida ham uchrab qoladi. Tezda boy bo'lsam, bugun boy bo'lsam degan tushunchalar afsuski uchrab turibdi. Mana shu biznesda top darajaga chiqquningizgacha bo'lgan mashaqqatlaringiz haqida so'ramoqchi edim. Mana mashina oldingiz, uy oldingiz, yana nimadirlar bor. Agar 10 yil oldin so'raganingizda haqiqatan buni og'riqli derdim yoki muammo derdim yoki yig'lab yurgan bir tadbirkor derdim. Chunki ko'p yig'lab yurgan tadbirkor. Ko'p podkastlarda aytganman-da, Abrorбек, meni ancha qiynashgan. Unda eshiklar zanjirband bo'lgan, biza borib sog'liqgami yoki hatto nima deydi, respublika SES korxonalariga, sanitariya epidemiologiya. ya'ni qayerga borsak ham eshiklar yopiq bo'lganda bizga qiyin bo'lgan. Hozir mazza qilib gapiramiz. Hozir o'zlari kelishadi boshqarmalardan, qanaqa muammo deb. Zo'r vaqtda yashayapmiz, nafas bemalol olyapmiz. Va bunga shukr aytish kerak. Bunga shukr etish kerak. Lekin o'sha vaqtda haqiqatan qiyinchilik derdim, lekin agar men o'shanaqa qiynalmaganimda hozir shunaqa Nilufar Anvarni bo'lmasdim, kuch topa olmasdim. Hozir o'g'lim ko'p so'raydi, qanday qilib hamma savolga javob berasiz? Qanday qilib hamma bir shunaqa triklardan chiqib ketasiz? Qanday qilib spontanni siz uyg'oq bo'lasiz deb aytadi. Bu hammasi, masalan, o'tirib turishingizda oyog'ingiz og'risa, 10 ta 15 ta qilsangiz, bir oydan keyin o'sha 30 ta 40 ta o'tirib tura olasizda yoki отжимание qila olasiz. Praktikada, biznesda ham men juda katta praktikaga ega bo'ldim. Qiyinchiliklar deyish mumkin, lekin endi tushunyapman, bu dialektika har qanday qiyinchilik, har qanday katta narsa berishdan oldin sizdan olib qo'yilar ekan. Endi bu ilmga ega bo'lyapman. Olib qo'yilganda ko'p nadomat qilmasangiz, yig'lamasangiz, siqilmasangiz, bu ilohdan berilayotgan bir sinov deb qabul qilsangiz, sizga eshik ochiq. Yoshlarimiz haqiqatda qiyin, 90-yildan keyin tug'ilgan yoshlar bilan ishlash menga ham ozgina qiyin bo'lyapti, ularni o'rganyapman.
nom ham qo'yib olishganku zoomerlar yana bla bla Zoomerlar, bla. Z avlod. Ha. Lekin haqiqatdan ham darrov boy bo'lishni xohlash ham yomon emas, umri ketmasin, lekin 3 ta maqsad bo'lishi kerakda. Jismoniy maqsad bo'lsa, ya'ni moshinam bo'lsin, komfort bo'lsin, tanam maza qilsin, yaxshi kiyim kiyay yoki yaxshi ovqat yey, masalan, jismoniy maqsad bu yaxshi. Ikkinchisi g'oyaviy maqsad, masalan, o'zbeklar, bayrog'imiz, millatimiz, g'oya borda, masalan, ayollar, masalan-da, biz birinchilardan bo'laylik, bayroq ko'taray, yaxshi, g'oyaviy maqsad ham yaxshi. Lekin agar mana shu bilan birga ilohiy maqsad bo'lmasa insonda, ya'ni kimni roziligi uchun, kim uchun qilyapman degan narsa ilohiy maqsad bo'lmasa, bu yoshlar pul topadi, millioner bo'ladi, cho'qqiga chiqadi va yiqilishi oson bo'ladi. Hozirda Nilufar Anvar nima bilan shug'ullanyapti desangiz, ikkinchi pul topishim juda ham qimmat bir soatim. Aynan kuchli biznesmenlar, o'sha millioner deb nomlagan, oyoqqa turib hamma narsasiga ega bo'lib, lekin kasaldan boshi chiqmayapti yoki oilasida tinchlik yo'q yoki invalid farzandlari yoki o'sha halovat yo'qligi yo sog'liq bo'yicha yo xotin bo'yicha yo oilada farzandi bo'yicha o'qimaydi, dangasa farzandi narkotik, aroq, masalan, alkogol ichimliklar bilan yoki boshqa bir ishlar bilan shug'ullanadi. Qisqasi, mana shunday bir pul egalari bilan men konsultatsiya o'tkazyapman. Qiyin bo'lyapti, terilgan toshlarni teriydigan vaqtida hozir terishyapti. Vaholanki pulim bor deb jar solinyapti, yoshlar orqasidan ketyapti, lekin juda qiynalishyapti ba'zilari. Xatoni qayerlarda qilgan? Xatoni o'sha yuqorida aytganimdek, maqsad agar faqat jismoniy maqsad, masalan, erkak ham ayol ham uylanayotganda, turmushga chiqayotganda faqatgina mazza qilib chiroyli ayolimni moshinamga solib olib yuraman, ya'ni jismoniy maqsad bo'lsa, bu uzoqqa bormaydi. Bu ayol bilan erkakda janjal boshlanadi, bla bla bla, ishqi boshlanadi ko'p narsalar. Agarda g'oyaviy maqsad bo'lsa, o'zbekda ummatni ko'paytirish kerak, bola bo'lish kerak, masalan, g'oyasi bo'lsa yaxshi. Lekin ilohiy maqsad bo'lmasa, ana shu biznesmenlar yuqori chiqadida, qulashi ham oson bo'ladi. Rahmat. Har bir ko'rsatuvimizda odati bor. Tadbirkor bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, vazirmi, mana ko'rsatuvimizda ketma-ketlikda so'rayapmiz-da. Har bir insonning qimmatga tushgan katta xatolari bor. Ya'ni qimmatga tushgan xatolar. Sizda eng katta qimmatga tushgan xatoyingiz? Hamma qilgan ishim normal meni, faqatgina ertaroq yaratganni tanimagan ekanman. Agar ertaroq yaratganni taniganimda, kam yig'lardim, kam nafratlanardim, kam kibrlanardim, kam urishardim, kam odamlarga ozor berardim. Va ozor berganman mana vaqt kelsa. Kuchli ingliz tili o'qituvchisi bo'lganman, kuchli bo'lmagan ingliz tili o'qituvchilarga vaqt kelsa ustidan kulganman, kibrlanganman. Agar yaratganni taniganimda, xulqimda, axloqimda, hamma joyimda normal bo'lardi. Albatta bunga og'ir kasal bo'lgandan keyin ilmni olishga kirishdim, shuning uchun yaratganni tanimaganligim eng katta meni xatoyim deb o'ylayman. Eslatib o'tamiz, ko'rsatuvimizni tasvirga olishga yaqindan yordam bergan BNB Media markazi hamda Yoshlar kelajagimiz jamg'armasiga minnatdorchilik bildiramiz. Bugun ko'tarilgan mavzular sizga ozgina bo'lsa-da manfaatli bo'lgan bo'lsa, bizdan baxtiyorroq odam yo'q. Keyingi ko'rsatuvlarda uchrashguncha, xayr, omon bo'ling. Ko'rishganda ko'rishguncha. Salomat bo'ling.